Allohim, bizlarga rahim qilgin. Allohim, vaqtki yer o'ziga xos zilzilaga tushsa, bizlarga rahim qilgin. Allohim, vaqtki yer parcha-parcha qilib yuborilsa, bizlarga rahim qilgin. Allohim, yuzlar oq va yuzlar qora bo'ladigan kunda bizga rahim qilgin. Allohim, u kunda na mol va na o'g'illar manfaat bermaydigan, kim Alloh huzuriga salomat qalb ila kelsa mustasno bo'ladigan vaqtda bizlarga rahim qilgin. Allohim, vaqtki kar qiluvchi ovoz kelsa bizlarga rahim qilgin. Allohim, vaqtki katta ofat, qiyomat kelsa bizlarga rahim qilgin. Allohim, kishi o'z aka-ukasidan qochadigan va onasi va otasidan va xotini va bola-chaqasidan, ulardan har bir kishini ovora qiluvchi o'z ishi bor bo'ladigan vaqtda bizlarga rahim qilgin. Allohim, vaqtki quyosh buklansa, vaqtki osmon yorilsa bizlarga rahim qilgin. Allohim, odamlar olamlar Robbi huzurida tik turadigan kunda bizlarga rahim qilgin. Allohim, hech bir jon boshqa bir jon uchun biror narsa qilish imkoniga molik emas. Har bir ish Allohning o'ziga xos bo'lgan chog'da bizlarga rahim qilgin. Ya Alloh, bemor holda uyquga ketgan bandalaringni sog'likda, ofiyatda uyg'otgin. Allohim, boshiga musibat yetgan holda uyquga ketgan bandalaringni xursand musibati daf bo'lgan holida uyg'otgin. Allohim, mahzun holida uyquga ketgan bandalaringni masrur holida uyg'otgin. Allohim, qiyinchilikda uyquga ketgan bandalaringni yengilchilikda uyg'otgin. Amin.